Ilm-fan o'rgimchak uyasini asosan urg'ochi o'rgimchaklar to'qishini isbotladi. Erkak o'rgimchaklar ham uya to'qiydilar, ammo kamdan kam hollarda. Demak, birinchi fakt, o'rgimchak to'rini urg'ochi o'rgimchaklar to'qiydi. Ikkinchi fakt, urg'ochi o'rgimchak erkak o'rgimchakdan 2, 3 va hattoki 4 marta kattaroq bo'ladi. Uchinchidan, o'rgimchaklar olamidagi oddiy holat, ya'ni erkak va urg'ochi o'rgimchaklar uchrashganlarida jinsiy yaqinlik qilsalar, bundan so'ng erkak o'rgimchak darhol qochib ketishi, jonini qutqarib qolishi kerak bo'ladi. E'tibor bering. Agar u to'rda qolib ketib, tutilib qolsa, urg'ochi o'rgimchak bu erkak o'rgimchakni yeb qo'yadi. Subhanalloh. Alhamdulillah, bizning oilalarimiz unday emas. Turmush o'rtog'imiz tirikligimizcha yeb qo'ymaydi bizni. Majoziy ma'noda yeb tugatsalar-da, haqiqatda unday emas. O'rgimchak to'rida urg'ochi o'rgimchak erkak o'rgimchakni yeyish uchun quvlaydi. Subhanalloh. Oilaviy muomalalardan keyingi bosimni qarang. Erkak o'rgimchak o'z uyidan qochib chiqishi kerak. Endi aynan shunday uyni xavfsiz makon deya olasizmi? Erkak o'rgimchak urg'ochi o'rgimchak uni tutib olib, tiriklagini yeb qo'ymasligi uchun qochib qutulishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo holbuki eng zaif uy o'rgimchakning uyasidir, koshki bilsalar edi, deyapti. Bugungi kunda ilm-fan juda ko'p harakat, izlanishlar natijasida buni isbotladi. Buning uchun mikroskop kerak. Aytib o'tilgan g'aroyib ishlarni bilish uchun o'rgimchak to'ri kerak. Ammo Alloh subhanahu va taolo buni 1400 yil avval zikr qilgan.